Men misol uchun minorda eshitaman, qo'shiqlari yaxshi. Nima sababdan bunaqa negativ fikr? Basharasi kalamishga o'xshaydi. Biz deylik uni xudo qilib olganmiz, tushunasizmi, короче. Ko'rsa bo'ldi, ada oyi qizig'i yo'q, bolani o'zi yasab olishgan. Pashol nahvoy, jalab nima deyapsan sen, beparosat, alvido nahvoy. Menga hasad qilib rap ko'tiga tiqqanlarga, bu rapimni bag'ishladi menga pulsi chiqqanlarga. Eshitadi nahvoy ko'p, necha marta senga berilgan imkon. Borib nahvoyingda qil o'sha mama yo'qligini bizga sug'is botlaman nahvoy dalba yo'qligini. Topmaganing number one, tasinga skayga bar, rap aytapan deysan lekin og'zingdan tushmaydi. Hozir bu rapda man bitta, kimlar bo'ta qanaqa rapda mandirmani yemmada, hamma bo'ta smodan tammada, tenglar repak mana bo'ta. Nimalar deyapsan, nima deyapsan? Kimlardir rivojlangan bu yo'nalishda talant, kimlardir fashda past o'ylagan bloqador baland. Rap patrioti bo'lish to'g'ri ko'plagan havas, lekin rap story yozish havaskor ish emas. Nezdesni menus bilan chaymadrom kupletlar, rapper meni disotishdan o'zini epla. Chegaradan chiqman, nahvoy sistem bor qoidalar, sistemaga qarshi bo'lsa kimga keraging borchalar. Sani kimligingni keltirishdan zud to'yganman, rapim bilan peshaningga ko'rib yozib qo'yganman. Birinchi tizimda yo'q sani kimliging hal bo'lgan, bitta saytbandan tashqari buni hamma ko'rgan. O'zicha tushunmagan, xuddi bilmagan deyurgan. Qanday qilib chidading axir, san o'zingdan xalq qilgan. Sani kasofatingga qolib ketgan o'shanda shahar, shunday tushunmagan deyapman.